Hozir 250 kilometr bu yoqqa kelishdi. Hozir yana 250 kilometr orqaga 500 kilometr. Nima uchun desangiz, bitta o'sha qo'chqor olish uchun 25 ta ona qo'yga quni qanchalik ahamiyatli, qanchalik buni foydasi borligini his qilib turib, ertaga tug'iladigan qo'ylar qanaqa bo'lishligini ko'z oldilariga keltirib, qarang, Alloh rozi bo'lsin. Akalarimizdan qarang qanaqa fikrlashyapti. Qoyil. Bizning keyingi xaridorimiz G'alla Oroldan keldilar. Mana Rustamjon 25 ta ona qo'ylari bor ekan-da, o'zlari mahalliy qo'ylar endi. Qo'shaman deb turib, niyat qilib o'sha Edilba Arashan gibrid qo'zi bitta qo'zisidan ko'pchilik taqalganda qidiradi-da, Rustam. U paytda qidirganda ham o'ta qimmatga olishadi-da. Hozir men bu qilayotgan harakat ko'pchilikka o'rnak bo'lish kerak-da. Nimaga desa, 5 oydan keyin bu ancha ko'zga ko'rinib qoladi-da, xudo xolasa. Mana shunisi, mana 64 kilo vazn chiqdi. Buni xudo xolasa 6 million 80 ming so'mga baraka qildik Rustamjon bilan. G'alla Orolga qarab turib ketadi. Qarang, buni turishlari-yu, qomatlari-yu, mana qarang. Xudo xolasa Jizzaxga kuyov bola bo'lib ketyapsan, ey. To'ylar muborak. Barakasini bersin. Nima niyatda kelgan bo'lsangiz, Xudoyim o'sha niyatlaringizni cho'qqisiga yetkazsin. Ilohim belidan zo'r bolalar tushsin. Ana xudo xolasa Jizzaxga kuyov bo'lib ketyapsan, ey, tushunmayapti-da bu. Ana. Oq yo'l. Ana qoyil qolish kerak. Sizlarchi? Hali ham o'ylab yuribsizlarmi? Shoshilinglar. Qo'ylarimiz kamayapti.